Oilam bor, lekin o'zimni yolg'iz his etaman. 47 yoshni qarshi olgan Bobur Yo'ldoshevning muvaffaqiyat yo'li. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti marhum rejissyor Bahodir Yo'ldoshev va marhum aktrisa Rimma Ahmedovalarning farzandi. Mahoratli teatr va kino aktyori Bobur Yo'ldoshev 16-yanvar sanasida 47 yoshni qarshiladi. 14 yoshdan san'at olamiga kirib kelgan aktyor hozirda Diydor teatr studiyasining rahbari. Ota-onasining erkak farzandi bo'lmagan, ko'plab ayriliqlarga duch kelgan. Grek millatiga mansub aktrisa bilan oila qurib, hozirda 4 farzandning otasi bo'lgan Bobur Yo'ldoshevning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Bobur Yo'ldoshev 1979-yilning 16-yanvar kuni Toshkent shahrida dunyoga kelgan. U ikki qizidan keyin tug'ilgan o'g'il bo'lgani uchun ham ota-onasini yanada sevintirgan. Men tug'ilganimda otam Moskvada Popov medalini olib qaytayotgan bo'lgan. Aeroportda To'ta opaning turmush o'rtoqlari Marg'iyos Soatov suyunchi olgan ekan. Ismimni esa otamning dadasi bobom rahmatli qo'ygan. Bolalikda juda sho'x, o'yinqaroq bola bo'lganman. Otam teatrda, onam esa dublyajda ishlardi. Goh teatrga, goh dublyaj studiyasiga olib borishardi. Uyimizda shunchaki suhbatlar bo'lganini, ota-onam bekor o'tirganini eslolmayman. Ularning ikkisi ham ko'p kitob o'qirdi, tinimsiz ijod haqida gapirishardi. O'sha vaqtda ularning mashhur san'atkor ekanini his qilmaganman, deydi aktyor Bobur Yo'ldoshev. Aktyor bolaligi bilan bog'liq qiziqarli voqeani so'zlab berdi. O'sha vaqtda 5-6 yoshlardagi bola edim. Rixsivoy Avazovning o'g'li bilan sobiq Hamsa teatrining hovlisida o'ynab yurgandik. Sal narida 10 tiyinda muzqaymoq sotayotgan ekan. Rosa yegimiz keldi. Shunda teatr ishlaydigan aktyorlardan biri o'tib qoldi. 20 tiyin bera olmaysizmi? Rosa muzqaymoq yegimiz kelyapti dedik. U pul berdi-yu, ammo dadamga o'g'lingiz ko'cha boshida pul so'rab turgan ekan, bera qoldim debdi. Bir payt dadam rahmatli jahl bilan chiqib, tilanchilikni teatrda emas, sal narida qilsang bo'lmaydimi? Bu yerda meni hamma taniydi-ku degandi, deydi Bobur Yo'ldoshev. Aktyor bolaligida sho'x bo'lgan 13 yoshida bezori bolalar janjaliga guvoh bo'lgani haqida so'zlab berdi. Erkak bo'lganman deya olmayman, chunki dadam nihoyatda qattiqqo'l inson edi, ammo rosa sho'x va ko'cha hayotiga qiziqadigan bola bo'lganman. 13 yoshimda Hadrada katta janjalning guvohi bo'lganman. O'shanda shunchaki hazillashib urushish natijasida bir bola butun umrga mayib bo'lib qolgan. Bu gap rosa ovoza bo'lgandi. O'shanda dadam oldiga chaqirib, agar shu yo'ldan ketsang oxiri voy bo'ladi. Mayib bo'lganing o'rnida sen yoki do'sting bo'lishi mumkin dedi. Shu gapdan keyin hayotimni butunlay o'zgartirishga qaror qilganman. Onam bilan dublyaj studiyalariga qatnasha boshlaganman. Kichik yoshdagi bolalar roliga ovoz berardim, ammo o'zbek tilida yaxshi gapira olmasdim, deydi Bobur Yo'ldoshev. 14 yoshimda Nabi Abdurahmonovning studiyasida tajriba tariqasida ishlaganman. Bu vaqtga qadar bir necha filmlarda bosh rollarni o'ynashga ulgurgandim. Ham teatrda ardoqli aktyorlar orasida ulg'ayganim uchun teatr nimaligini bilaman deb imtihon topshirib ko'rganman. Imtihondan o'tganimdan keyin bildimki, saralanganlar orasida eng kichigi ekanman. Qolgan bolalar maktabda tugatgan, 18 yoshdan oshgan. Men endi 14 yoshda bo'lganman. Shuning uchun ular bilan suhbat mavzulari topilmasdi. Mening gapim ularga, ularning gapi menga to'g'ri kelmasdi. Shunda dadamning oldilariga kitob so'rab borganman. Kitob o'qisam gaplashishga mavzularim bo'ladi deganman-da. Shundan keyin 18 yoshimgacha haftasiga 2 ta kitobni ham o'qib, ham konspekt qilib dadamga tushunganlarimni gapirib berardim. Chorshanba va yakshanba kunlari mutolaa kunlarim edi. Dadam meni eshitardi. Keyin o'zlari bu unday, bu bunday deb tushuntirib berardi. Ana shundan kitobga qiziqishim paydo bo'lgan. Hozirgacha kitob mutolaasini davom ettirib kelaman deya xotirlaydi u. Bobur Yo'ldoshev keyinchalik O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida o'qigan. Aktyor 1992-yildan buyon teatrda ish faoliyatini olib boradi. Bahodir Yo'ldoshev va Rimma Ahmedova xonadonida tug'ilgan Bobur Yo'ldoshev moddiy qiyinchiliklarga uchraganiga ishonish qiyin. Ammo O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillari ular ham moliyaviy qiyinchiliklarga uchragani haqida gapirdi. 1992-1993-yillarda ko'pchilik qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Teatrda oylik yo'q, kinolar esa umuman suratga olinmay qo'ygan paytlar edi. Faqatgina dublyajga chaqirib turishardi. Shu bois onam ko'proq ishlardi. Juda qiyin kunlarni boshdan kechirganmiz. Tamakining xumori tutganda qoldiqlarini chekkanman. Hatto yeyishga tuzukroq taom topolmagan kunlarimiz ham bo'lgan, deydi Bobur Yo'ldoshev. Aktyor onasi bilan bog'liq eng shirin xotiralari va uning og'ir kasallikdan vafot etgani haqida esladi. Oshni juda yaxshi ko'raman. Kuniga 5 mahal osh berishsa ham rad etmay yeyaveraman. Onam buni yaxshi bilgani uchun soat nechida kelishimdan qat'iy nazar do'ppidakkina osh qilib kutib olardi. Kechasi kelganimda ham birlashib osh yerdik. Hammaning onasi o'ziga yaxshi, ammo haqiqatdan ham rahmatli onam tilla ayol bo'lgan. Hech kimga qattiq gapirmasdi, aqlli ayol edi. Onam 10 yil saraton bilan kurashdi. Ayniqsa umrining so'nggi kunlarida juda qiynaldi. Afsuski o'sha vaqtda syomkalar yoki teatrda ish sabab yonida ko'p bo'la olmadim. Hozir bu haqda o'ylasam yuragim siqiladi. O'sha paytda onamga qanchalik kerak bo'lganimni his qilaman.
Onamni yo'qotish men uchun katta fojia bo'lgan. Taxminan 5 yillar o'zimga kela olmaganman. O'shanda 27 yoshlarda edim. Har kuni tushimga kirardi. Hatto vafotidan keyin uyga kira olmaganimdan ma'lum muddatga Moskvaga ketganman. Moskvadan otam, opa-singillarimni sog'inganimda qaytganman, deydi aktyor. 2 yil avval aktyor o'g'li Diyor Yo'ldoshevni uylantirdi. Afsuski, bu o'g'liga ona mehrini his qilish nasib etmagan. Chunki Bobur Yo'ldoshevning birinchi rafiqasi juda erta vafot etgan. Birinchi rafiqam olamdan o'tgan. Turmushimizdan bitta o'g'limiz bor. U hozir biz bilan yashaydi. Rafiqam sigaret chekardi. Bir marta qattiq yo'tal bo'lib qolgan. Shifokorga borganimizda tuberkulyoz degan tashxis qo'yishgan va juda katta dozada antibiotik yuborishgan. Yuragi katta dozani ko'tara olmasdan 2 kunda vafot etgan. Aslida bu bronxit bo'lgan ekan. Birinchi ayolning vafotidan so'ng aktyor grek millatiga mansub Anna Marisina ismli qizga uylangan. 2 qiz va 1 o'g'il farzandli bo'lgan. Hayotda er-xotin bir-birini to'ldirishi, kuch bera olishi juda muhim. Bu nafaqat oiladagi muhitga, balki farzandlarning ruhiyatiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Ayolim grek millatiga mansub aktrisa. Biz ertadan kechgacha teatrdamiz. Qayerdan muhabbat boshlanadi? Biz u bilan bitta spektaklda sevishgan juftlikni o'ynaganmiz. O'shanda unga nisbatan yuragim jiz etgan. Bir-birimizga bog'lanib qolganmiz. Keyin turmush qurganmiz. Aktrisa bo'lgani uchun meni boshqa partnyorlarimdan rashk qilmaydi, tushunadi. Men ham uni boshqa aktyorlardan qizg'anmayman. Unga o'zimga ishongandek ishonaman. Ishonch bilan ayta olamanki, bitta xonaga 50 ta erkak bilan kirgizib yuborsam ham u toza chiqadi. Agar erkak va ayol bir-biriga ishonmasa qanday qilib oila bo'lishi mumkin, deydi aktyor Bobur Yo'ldoshev. Oilam bo'lsa-da o'zimni har doim yolg'iz his etaman. Ha, rafiqam va 4 farzandim bor, lekin farzandlarim mening olamimda emas. Ular bilan kechki payt birga televizor ko'ramiz, lekin har bitta odam yolg'iz. Biz bu dunyoga yolg'iz kelamiz, yolg'iz ketamiz. Mening dunyomda hech kim yo'q, yo'ldoshlar bor. Yolg'iz qolganimda hech qachon zerikmayman, kitob o'qiyman, kino ko'raman, deydi aktyor. Aktyor o'zini u qadar qobiliyatli deb bilmasligi, shunchaki muhim vaziyatda omad kulib boqqani haqida aytdi. Ota-onaning qobiliyati har doim ham farzandda takrorlanmaydi. Agar shunday bo'lganda men eng zo'r rejissyor yoki dublyaj qiroli bo'lishim kerak edi. Menimcha bu borada tabiat xatoga yo'l qo'ygan. O'zimni qobiliyatli aktyor deb bilmayman, shunchaki omad kulib boqqan. Chunki yiliga 50 dan ziyod aktyor va aktrisalar institutini tamomlaydi. Ularning hammasiga ham omad kulib boqmaydi. Menga omad olib kelgan rol shubhasiz Sardor va Ostona seriallari bo'lgan. Undan keyin Sevinch, deydi aktyor. Bobur Yo'ldoshev Vatan filmida Qurbon rolini ijro etishini istagan, ammo rejissyor bu rolni Muzaffar Sadullayevga bergani haqida gapirdi. Bir marta imkon bering, Qurbonni ijro etay deb rosa so'raganman, ammo Zulfiqor Musoqov meni bu rolda ko'ra olmagan. O'ylab qarasam, bu to'g'ri tanlov bo'lgan. Nafaqat men, balki boshqa aktyor ham uni Muzaffardek ishonchli ijro eta olmasdi. Rejissyorning yutug'i hammasini oldindan ko'ra olishda deb bejiz aytishmaydi. O'tov filmidagi ota rolini ham ijro etkim keladi. Nozim To'laxo'jayev rolni maromiga yetkazib ijro etgan, ammo men ham bu rolda o'zimni ko'rgim kelgan. Unda katta dard va ichki alam bor, deydi aktyor Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev to'y xizmatlariga chiqmaydigan sanoqli aktyorlardan biri hisoblanadi. Teatrimiz kategoriyasi bo'lmagani uchun oyligimiz juda kam. Mening asosiy daromadim kino, klip va reklama syomkalaridan. Birinchi marta Nigora Karimboyeva bilan Timur Musoqovning to'yida boshlovchilik qilganmiz. Shundan keyin ko'pincha Nilufar Sotiboldiyeva bilan birga to'yga chiqardik. Bir kuni kimningdir to'yini olib borayotganimda to'yxonaga dadam kelib qolgan. Shundan keyin dadam menga telefon qilib, o'g'lim to'yda boshlovchilik qilish taklifi kelsa, menga telefon qil, o'sha pulni o'zim beraman. Boshqa to'yga chiqma deganlar, deydi aktyor. Bobur Yo'ldoshev 2021-yilda otasi O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshevdan ham ayrildi. Qizim Irisning fe'l-atvori, yurishlari, qarashlari onamga o'xshaydi, faqat u biroz zamonaviyroq. Nima bo'lganda ham farzandlarimni aktyor va aktrisa bo'lmaslikka ko'ndira olganimdan xursandman. Ularni bunga ko'ndira oldimmi, demak bolalarim san'at odamlari emas ekan. Tan olish kerak, bu kasb juda og'ir. Ammo shu sohaning odamini har qanaqasiga aytsangiz ham fikridan qaytara olmagan bo'lardingiz. Xuddi ota-onam meni aktyor bo'lish niyatimdan qaytara olmaganlari kabi. Kollejda o'qib yurgan kezlarim darsdan keyin teatrga ham borib yurardim. Yosh tomoshabinlar teatrning polini 1 oy davomida har kuni yuvdirishgandi. Bu bilan san'atdan ko'nglim sovib ketishini kutishgan, ammo bunday bo'lmadi. Baribir aktyor bo'ldim. Navro'za qizim ham hech kimga aytmasdan X Factorda qo'shiq aytib chiqibdi va hakamlar sinovdan o'tdi. Hech kim uni qizimligini bilmadi ham. Shunday bo'lsa ham farzandlarim san'at yo'lida emas, deydi Bobur Yo'ldoshev. Erkakning baxti ayoli bilan bog'liq. Hozir afsuski ayollar juda ham o'zgarib ketgan. Bunga sabab internet va undagi soxta psixologik va coachlardir. Ularning gapiga kirgan ayollar sizga uy, joy, mashina, pul hammasini qilib berishing kerak, shunga majbursan deb hisoblaydi. Lekin evaziga sen erkin bo'lishni xohlaydi, deydi aktyor. Bobur Yo'ldoshev 28 yil davomida yosh tomoshabinlar teatrda faoliyat yuritib, nafaqaga chiqqan. Ayni paytda otasi Bahodir Yo'ldoshev asos solgan Diydor teatr studiyasiga rahbarlik qiladi. Studiyada Akbar Xo'ja Rasulov, Yulduz Rajabova va Adiz Rajabov kabi
kabi mashhur aktyorlar ham ishlaydi. Instagram kuzatuvchilarim ko'p emas. Men nima qilaman u yerda? Boshqalarga o'xshab vayn olamanmi? Bu mening mavzum emas. Men maza qilib ishlayotgan ishim bu teatr va repetitsiya. O'sha yerda biz hayot yaratamiz, deydi u. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.